Biz birinchi qismda ayollarning tashqi jinsiy a'zolari haqida gaplashgandik. Bu qismda ayollarning ichki jinsiy a'zolari haqida gaplashamiz. Va bu a'zolarga kiradi vagina, bachadon bo'yni, bachadon nagi va tuxumdonlar. Biz birinchi ko'rib o'tamiz vaginani. Vagina yana bir nomi qin ham deb ataladi. Bu fibromuskulyar naysimon a'zo bo'lib, bachadon bo'shlig'ini tashqi muhit bilan bog'laydigan a'zo hisoblanadi. Ya'ni mana vestibulyar sohadan bachadon nayigacha davom etadi. Endi topografiyasi bo'yicha uning oldingi va orqa devorlari bor. Oldingi devorlari orqa devorlarga qaraganda biroz qisqaroq. Sababi bachadon bo'yni vaginaga qiya shaklda kirib joylashganligi hisobiga orqa devori biroz uzunroq. Mana old devori 7-9 santimetr, orqa devori 9-11 santimetr. Endi vaginani 4 ta forniksi bor, ya'ni mana bu yoqdan bu yon fornikslari, bu oldingi forniks va uni orqa tomonda orqa fornikslari bo'ladi. Orqa forniksi biroz chuqurroq. Ya'ni o'sha bachadon bo'ynini kirib joylashganligi uchun orqa forniksi biroz kengroq bo'ladi. Endi vaginani oldingi tomonda siydik tufagi joylashgan, orqa tomonda to'g'richak joylashgan. Yon tomonda esa qon tomirlari va siydik yo'llarining kesishgan joylari joylashgan. Vaginani gistologik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 qavatdan tashkil topgan. Mana birinchisi mukoza, shilliq parda, muskulyar parda, muscularis va adventitsiya. Birinchi shilliq qavatini ko'rib chiqamiz. Shilliq qavati mana ichki qavatida joylashgan. Ko'p qavatli, yassi, mug'izlanmaydigan epiteliydan tashkil topgan bo'ladi mana bu pardalar. Bularning o'ziga xos xususiyati judayam ko'p burmalardan tashkil topgan, mana ko'rib turibmiz. Bu burmalarning vazifasi o'sha tug'ruq vaqtida vaginani kengroq bo'lib, uzunroq uzayishiga ta'minlaydi. Endi keyingi qavati mushak qavati. Mushak qavati mana bu o'rtasi, bu silliq tolali mushaklar guruhiga kiradi. U yerda aylana joylashgan va bo'ylama joylashgan mushak tolalari joylashgan. Endi bitta ma'lumot, vaginani yuqori 3 dan 2 qismi, ichki qismi ko'proq asosan silliq tolali mushaklar guruhiga kiradi. 3 dan 1 qismi esa, ya'ni pastki qismi esa ko'proq ko'ndalang targ'il mushaklar guruhiga kiradi. Shu sababli ham biz vaginamizning pastki qismini biz bemalol toraytirib yoki kengaytira olamiz. Kegel mashqlari ham asosan mana shu yerdagi, mana pastki qismdagi ko'ndalang targ'il mushaklarga ishlov berish uchun bajariladi. Ya'ni o'sha joylarni kengaytirib, toraytirish uchun. Endi vaginani qavatlarini ko'rib chiqdik. Vaginaning bu uchala devori ham estrogenga sezuvchan hisoblanadi. Ya'ni estrogen gormoniga sezuvchan hisoblanadi. Shu estrogen gormonlar ta'sirida bu yerda o'zgarishlar bo'lib turadi. Chaqaloq yangi tug'ilgan vaqtda, ya'ni qiz bola yangi tug'ilgan vaqtda onasidan o'tadigan estrogen hisobiga vaginaning devori qalin va glikogenga boy bo'lib turadi. Keyinchalik qonda estrogen gormoni tugab borganidan keyin to balog'atga yetguncha vagina juda ham tor va hali rivojlanmagan bo'ladi. Balog'atga yetgandan keyin yana estrogen gormonlar ishlab chiqarilish natijasida vagina yana qalinroq shaklga kiradi. Va o'zidan glikogen to'play boshlaydi, ya'ni estrogen gormonlarini hisobiga. Endi 3-chi qavati bu adventitsiya qavati hisoblanadi. Bu qavat qorin pardadan hosil bo'lgan qavat hisoblanadi. Bu o'sha vaginani kichik chanoq a'zolariga bog'lash, ya'ni qo'shib turish vazifasini bajaradi. Shu o'rinda yana gistologiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qindi ichki qavati kislotali muhitdan iborat. Ya'ni mana ko'rib turibmiz, pH 3.8, 4.5 kislotali muhit. Buni sababi nima? Sababi vaginaning parabazal qavatlarida glikogen to'planadi. Ya'ni estrogen gormon hisobiga glikogendan to'planadi. Bu glikogen esa o'sha joyda joylashgan mikroflora, ya'ni Dederline tayoqchalari, ikkinchi nomi laktobatsillalar. Bu bakteriyalar tomonidan glikogen parchalanib sut kislotasiga aylantiriladi. Sut kislota bu yerda kislotali muhitni ta'minlaydi. Sababi o'sha joyda patogen mikroblarni yoki infeksiyalarni yo'q qilish maqsadida. Keyin vaginani harorati 37.5 gradus atrofida bo'ladi.
Endi qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqamiz. Vagina 3 ta tarmoq, asosiy 3 ta tarmoq orqali qon bilan ta'minlanadi. Birinchisi arteriya uterina. Ya'ni arteriya iliaka internaning tarmog'i hisoblangan arteriya uterina. Mana bu joyda bunday o'tadigan belgiladigan bo'lsak, mana bu arteriya iliaka. Iliaka desak, arteriya iliaka interna. Interna. Arteriya iliaka internada mana arteriya uterina qilib tarmoq beradi. Mana bu joydan tarmoq beradi. Endi arteriya uterina bachadonni qon bilan ta'minlash bilan birga vaginaga ham kichkina bitta tarmoq beradi. Bu arteriya vaginalis deyiladi. Ya'ni vaginal tarmog'i. Tarmoq beradi va vaginani yuqorgi qismini qon bilan ta'minlaydi. Yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi. Endi keyin arteriya iliaka interna. Arteriya iliaka internadan endi to'g'ridan to'g'ri vaginaga tarmoq keladi. Mana buni. Mana shu tarmoq keladi. Tarmoq keladi va vaginani o'rta qismini qon bilan ta'minlaydi. O'rta qismini qon bilan ta'minlaydi. Endi arteriya pudenta interna, ya'ni arteriya iliaka internadan chiqadigan tarmoq, arteriya pudenta interna vaginani pastki qismini qon bilan ta'minlaydi. Yana mana bu joyga arteriya pudenta interna. Vaginani pastki qismini qon bilan ta'minlaydi. Bilamiz, arteriya pudenta interna o'zi tashqi jinsiy a'zolarni qon bilan ta'minlovchi qon tarmog'i hisoblanadi. Shu bilan birga vaginani kirish qismiga va pastki qismiga ham tarmoq beradi. Ba'zi adabiyotlarda keladi qo'shimcha 4-tarmoq bu arteriya rectalis media. Yana bu tomondan kelib vaginani qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadi. Endi venoz drenajini ko'radigan bo'lsak, shu yerdagi hamma qon tomirlaridagi arteriyalardan kelgan qon tomirlar yig'ilib, yagona vena qon tomiri, ya'ni vena iliaka internaga quyiladi. Va shu bilan birga qonlanish doirasiga oqib boradi. Endi klinik ahamiyatiga ham bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qin devorlarining prolapsi deb ko'plab bemorlar shikoyat bilan keladi. Ya'ni vaqt o'tgandan keyin mana vaginani bu joyida joylashgan levator ani degan mushaklar bor. O'sha mushaklarning bo'shashib qolishi yoki funksiyasini yaxshi bajarmasligi natijasida vaginalarni ushlab turadigan mushak kuchsizlanadi va vagina pastga tortilib keladi. Ya'ni pastga tushadi. Shu tushish davomida u o'zida oldingi joylashgan sidik vagina devorini ushlab tushadi. Bu sistoseli deyiladi. Orqa tomondan esa ichak bilan qo'shilgan devorni ushlab tushadi. Bu rektoseli deyiladi. Ya'ni qo'shilib birga vaginani og'zidan, ya'ni dahlizga qo'shilib tortilib chiqib keladi. Ba'zi ayollarda butunlay chiqib keladi, ba'zi ayollarda qisman chiqib keladi. Buning o'zini ham darajalari bor. Shu ko'rinishda chiqib keladi. Keyingi oqmalar, ya'ni o'sha sidik vagida ko'proq onkologik kasalliklar uchraydi. Sidik vagida patologiyalar bo'lishi yoki o'sha joyda saraton bo'lib, devorlarning ilvirab qolishi yoki to'g'ri ichaklarda muammo bo'lib, o'sha devorlarning ilvirab qolishi natijasida axlat bilan peshobni vaginaga chiqib oqmalar bo'lib kelishi yoki rivojlanishda ko'proq nuqsonlar bo'lishi bu vaginaning klinik ahamiyati hisoblanadi. Keyingi a'zoyimiz bu uterus yoki bachadon. Bu mushakli noksimon shakldagi a'zo bo'lib, kichik chanoq bo'shlig'ining markazida joylashgan reproduktiv tizimning ham markazi hisoblanadi. Oldingi tomondan sidik vagi bilan, orqa tomondan esa to'g'ri ichak bilan, yon tomondan esa qon tomirlari bilan chegaralangan a'zo hisoblanadi. Uning birinchi qismlarini ko'rib chiqamiz. Bachadon yuqorgi qismi, ya'ni fundus. Mana bu joyi fundus deyiladi. Keyin o'rta qismi bachadon bo'shlig'i yoki bachadon tanasi ham deyiladi. Pastki qismi esa mana bu bachadon bo'yni. Endi bitta ahamiyatli joyi bor. O'sha bachadon bo'shlig'idan bachadon bo'ynigacha o'tadigan joyda mana isthmus qismi bor. Isthmus qism. Endi
Bu nima ismuslarni nomlab oladigan bo'lsak, mana yuqoriga bachadon bo'shlig'iga ochilgan qismi os eksternum deyiladi. Vaginaga qarab ochilgan qismi esa os eksternum deyiladi. Os internum va os eksternum. Ikkita teshikchalarning nomi bor. Fundus qismida esa mana bachadon nayiga o'tadigan teshikchalar joylashgan. Endi topografik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, uzunligi mana 7-9 sm. Bu tug'magan ayollarda, tug'gan ayollarda 9-11 sm. Kengligi 4-6 sm, qalinligi 2-4 sm. Qalinligi 2-4 sm, kengligi 4-6 sm, uzunligi 7-9 sm. Bu joygacha. Og'irligi 50-70 gramm, tug'magan ayollarda, tug'gan ayollarda 80-100 grammni tashkil qiladi. Sig'imi 5 mm, homiladorlikda esa 5 litrgacha yetishi mumkin. Endi yo'nalishi antiversiya, ya'ni antiversiya degani mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Ana antiversiya degani bachadonning tanasi bo'yniga nisbatan qiya bo'lib joylashgan. Mana bo'yniga nisbatan mana bunaqa qiya bo'lib joylashganligi antiversiya deyiladi. Antifleksiya degani bachadonning butun tana bo'yinlari bilan birga sidik vagin tomonga egilishi, ya'ni sidik vagin ustida yotishi antifleksiya deyiladi. Endi ko'rib chiqamiz, bizga muhim jihati devorlarining tuzilishi. Mana bachadon 3 ta devordan tashkil topgan. Endometrium shilliq parda, miometrium muskulyar qavat eng qalin qismi hisoblanadi va perimetrium seroza qorin pardadan tashkil topgan. Birinchi endometrium qavatlarini ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu qavat mana endometrium qavati deb ataladi. Endi endometriyning o'zi ham ikki qavatdan tashkil topgan. Funksional qavat va bazal qavat. Mana bu birinchi qavati, bu qavati funksional qavat, uni ostida joylashgan bu qavat esa bazal qavat hisoblanadi. Endi Funksional qavat bu gormonlarga sezuvchi qavat hisoblanadi, ya'ni estrogen, progesteron ta'sirida o'zgarishga uchrab turadi. Ya'ni hayz sikli yoki homiladorlik ta'sirida bu qavat ko'chib tushadi yoki o'zgarishga uchraydi. Hayz payti bo'lsa, har hayz siklida mana shu funksional qavati ko'chib tushadi. Endi uni ostida esa bazal qavati joylashgan. Mana bu qavat bazal qavat deyiladi. Bazal qavat gormonlarga ta'sir emas, ya'ni ta'sirchan emas. U yerda metodik jarayon juda kuchli hisoblanadi. Hujayralar juda tez ko'payib bo'lib turadi va yangi funksional qavatlarni hosil qilib turadi. Ya'ni regeneratsiyani ta'minlovchi qavat ham desak bo'ladi. Keyingisi mushak qavati. Mana bu mana bunday joygacha chegaralangan. Mana bu qism mushak qavat hisoblanadi. Mushak qavatda tanamizdagi eng kuchli silliq tolali mushaklar mana shu qavatda joylashgan. Sababi bilamiz, tug'ruq vaqti, ya'ni homiladorlik vaqtida bachadonning juda ham o'zidan o'z shaklidan 10-20 baravargacha kattalashini ta'minlash uchun silliq mushaklar kuchliroq rivojlangan. Bu yerda ham bo'ylama joylashgan va aylana joylashgan mushaklardan tashkil topgan. Mushak qavati. Keyingi qavati perimetrium. Mana bachadonni tashqi tomonidan qoplangan bu qorin parda hosilasi hisoblanadi. Bular vazifasi o'sha bachadonni tashqi tomonidan qoplab, boshqa a'zolarga o'tib ketishini, ya'ni kichik chanoqda ushlab turish vazifasini bajaradi. Endi o'zining bitta klinik ahamiyati bor. Bu seroz parda bachadonni o'rab, sidik vaga o'tadigan joyda bu yerda bo'shliq hosil qilib ketadi. Bu ekskavatio vizga uterina deyiladi. Mana bu joyda. Bilamiz, seroz pardalar orasida suyuqlik bo'ladi. Bu yerda ham suyuqlik ajraladi. Shu organlarning bir-biriga ishqalanishini, shikastlanish xavfini kamaytirish uchun. Orqa tomondan esa mana orqa tomondan seroz parda o'tib, to'g'ri chekka o'tayotganda ham bu yerda ham bo'shliq paydo qilib ketadi. Bu ekskavatio recto uterina deb ataladi. Ya'ni bizni xalq oramizda yoki tibbiyotda ko'proq Douglas bo'shlig'i ham deb ataladi. Bu yerda ham erkin suyuqlik bo'ladi. Shu ikkita a'zoni bir-biriga ishqalanishini kamaytirish uchun. Bu perimetriumning ikkita hosilasi. Ko'rib oldik. Ekskavatio vesica uterina, ekskavatio recto uterina. Endi ko'rib chiqamiz, bachadon boylamlarini ko'rib chiqamiz.
Ligamentum latum. Birinchisi ligamentum latum bu bachadonning keng boylami bo'lib, bachadon ikki yondan chanoq devorlariga tortilgan qorin pardasining hosilasi hisoblanadi. Uning duplikaturasi hisoblanadi. Uning ichida bachadon arteriyasi, venasi va siydik Bachadon boylamlari to'rtta boylam guruhidan iborat. Mana birinchisi ligamentum latum uteri, ya'ni bachadonning eng katta keng boylami hisoblanadi. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Mana bu bachadonning ikki yonidan chanoq devorlariga tortib turadigan qorin pardasining duplikaturasi, ya'ni ikki qavati degani. Bu ikki qavat degani. Ikki qavatidan hosil bo'ladi. Ya'ni mana bachadonni oldingi va orqa tomonidan qorin parda yopib, mana ikki qavatli o'ramni hosil qiladi. Bu o'sha bachadonni ikki yon tomonidan chanoq devorlariga ushlab turuvchi vazifasini bajaradi. Bu o'rayotganda, mana bachadonni ortiqlarini o'rayotganda 3 ta o'zida nom qoldiradi. Mana birinchisi tuxumdonni o'rayotganda, mana ko'rib turibmiz, ikki tomondan o'rayotganda bu yerga kelib birikadida, mezoovarium deyiladi, mana shu birikkan joyi. Keyinchisi mana naylarning yonidan birikadi va bu joyi mezosalpinx deyiladi. Keyinchisi tanasini o'zidan bu yerdan yopadi, mana bu joydan yopadi, bu mezometrum deyiladi. Mana shu 3 ta nom bilan keladi. Bu ligamentum latum uteri, ya'ni bachadonning eng keng boylami hisoblanadi. Keyinchisi ligamentum teres uteri, bu bachadonning yumaloq boylami hisoblanadi. Bachadonni burchaklaridan naylar kirgan joyining oldinrog'ida mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Bu nay bo'lsa, nayni bu yog'idan o'tgan mana ligamentum teres uteri. Mana shu joydan o'tadi va chov kanali orqali o'tadi va katta jinsiy lablarning yog' kletchatkasiga borib taqaladi. Mana shu joydan o'tib, katta jinsiy lablarga borib taqaladi. Shu jinsiy lablarning yog' kletchatkasiga borib ulanib ketadi. Bu ham bachadonni ushlab turuvchi, ya'ni fiksatsiya qiluvchi vazifalarni bajaradi va shu bilan birga bachadonni oldingi holatda, antifleksiya holatda ushlab turadi. Keyingisi ligamentum cardinale, ya'ni
bachadonni eng kuchli ushlab turgan boylamlardan biri hisoblanadi. Bu bachadon bo'yni, ya'ni mana bu joydan boshlanadi. Mana bu joyda mana ligamentum, mana kardinali, mana shu boylam. Mana shu joydan boshlanadi. Keyin chanoqning lateral devorlariga yo'nalib, lateral tomoniga yo'naladi va o'sha joyga borib yopishadi. Bachadonni pastga tushib ketishini oldini oluvchi asosiy boylam mana shu hisoblanadi. Chanoqni yon tomonlariga yo'nalib, o'sha joylarga birikib, bachadonni ushlab turadi. Keyingi ligamentum sacroutrina bu bo'yin qismini, mana bo'yin qismini mana ko'rib turibmiz, mana bu joydan chiqqan ekan. Mana bu rasmda yaxshi berilgan. Sacroutrina. Mana shu joydan chiqadi, bo'yin qismini orqaga, ya'ni to'g'ri ichak yonidan dumg'aza suyagi fiksatsiya qiladi. Mana orqa tomondan bachadon bo'ynini dumg'azaga fiksatsiya qiladi va bu ham qisman bachadonni ushlab turish, kichik chanoq sohasida ushlab turish vazifasini bajaradi. Ligamentum sacroutrina. Bachadon boylamlarining asosiy vazifasi o'sha bachadonni kichik chanoq sohasiga fiksatsiya qilish vazifasini bajaradi. Bu boylamlarni yaxshi bilish albatta uning jarrohlik amaliyotida juda muhim hisoblanadi. Ko'proq xalq tilida bachadonni qindan chiqib qolibdi degan gapni eshitamiz. Albatta o'sha kardinal boylamning bo'shashib qolishi natijasida, o'sha vazifasini yaxshi bajarmasligi natijasida bachadon vaginaga chiqib qoladi. Mana shu boylam. Ko'proq mana shu boylamni mustahkamlab tikib qo'yish natijasida bachadonni yuqoriga ko'taradi. Bachadonning pastki qismi bo'lgan bachadon bo'yni haqida gaplashamiz. Bachadon bo'yni silindr shaklidagi tuzilma bo'lib, uning o'rtacha uzunligi 3-4 santimetrni tashkil qiladi. Uni ham biz ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni partio supravaginalis, qin ustki qismi. Mana bu joy, ya'ni qinga hali o'tmagan qism, mana bu joy qism partio supravaginalis qism hisoblanadi. Ya'ni qin gumbazlarning yuqorida bachadon tanasining ismus qismiga tutashgan soha. Mana bu joyni biz ismus deb olgandik, shu joyga tutashgan qism. Keyingi partio vaginalis, ya'ni qin bo'shlig'iga bo'rtib kirib turgan soha hisoblanadi. Mana bu partio vaginalis. Partio vaginalis qism hisoblanadi. Mana bu joy partio vaginalis, bu qism partio vaginalis. Endi u joyni gistologik jihatdan, mana shu ikkita sohani gistologik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak. Bu ko'rib turganimiz mana partio vaginalis qismi haqiqiy ko'zgularda ko'rganimizda mana ko'rib turibmiz. Endi shuni gistologik jihatdan ko'rib chiqamiz. Ectocervix partio vaginalis yuzasi hisoblanadi. Bu qin shilliq qavati kabi ko'p qavatli yassi muguzlanmaydigan epiteli bilan qoplangan. Mana bu soha ko'p qavatli yassi muguzlanmaydigan epitelidan qoplangan. Ya'ni xuddi vagina bilan buni muhiti bir xil. Ya'ni bu yerda ham o'sha parabazal qavatlarida glikogen to'planadi va bakteriyalar ta'sir natijasida glikogen parchalanib, sut kislota hosil qiladi. Demak, mana shu joy ham kislotali muhit. O'sha infeksiyalardan, mikroblardan himoya qilinish uchun. Keyingi endocervix. Bu servikal kanal ichi, yana mana bu kanal ichi hisoblanadi. Bu bir qavatli, baland, silindrik prizmatik epiteli bilan qoplangan. Ya'ni bu yer ishqoriy muhit, sababi u yerda juda ham ko'p bezlar joylashgan. O'sha bezlar o'zidan ishqoriy suyuqlik ajratib chiqaradi. Uni sababi birinchidan bilamiz, spermatozoid ishqoriy muhitda harakatlana oladi. O'sha spermatozoidni harakatlantirish vazifasini bajarsa, ikkinchi tomondan o'sha spermani so'rib olib, tepaga bachadon bo'shlig'i o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Va qisman o'sha ishqoriy muhit ham ko'plab patogen bakteriyalarni kirib chiqishini himoya qilish vazifasini bajaradi. Endi bizda muhim ahamiyatga ega, klinik ahamiyati bor ikkalasining o'tish chizig'i, ya'ni junction, qo'shilgan sohasi bor. Mana bu sohani olib olsak, mana bu joy. Mana bu joyi yassi epiteli, mana yassi epiteli. Bu ichkari soha esa silindrik epiteli. Mana ikkalasini mana bunday qo'shilgan joyi bor. Mana bunda yaxshiroq ko'ringan, mana qo'shilgan joyi bor.
bu yoq ishqoriy, bu yoq kislotali muhit. Vaqt o'tgandan keyin yoki erta balog'at vaqtida mana shu qo'shilgan chiziq tepaga qarab siljiydi. Mana bu yoqqa qarab siljiydi. Ya'ni silindrik hujayralar tashqariga chiqib qoladi. Keyinchalik o'sha joyga infeksiya, qanaqadir mikroblar o'tirib qolsa, o'sha joyda yallig'lanish, ba'zan onkologический kasallik, ya'ni bachadon bo'yni saratoni ham kelib chiqishi mumkin. Bizda klinik ahamiyati mana shu chiziqni ahamiyatliligi, ya'ni o'shani surilgan, surilmaganligiga e'tibor beramiz. Chunki bu yerda ikkala chiziq o'rtasida metaplaziya yuqori bo'ladi, ya'ni silindr hujayralar yas epiteliy o'rnini egallab ketaveradi. Hujayra jadal bu yerda o'rin almashyapti, ya'ni bo'linyapti. Shu sababli shu yerda o'zgarish ko'proq uchraydi. Endi yana bir klinik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shu joyda ko'proq kistalar yoki ektopiyalar paydo bo'ladi, ya'ni nabotiy kistalar deb ataladi. Mana biz aytdik, bachadonni mana bo'shlig'ida juda ham ko'p bezlar joylashgan. Mana shu bezlar joylashgan bo'ladi. Bezlarni chiqarish kanali bekilib qolsa, o'sha joyda ajratadigan suyuqlik o'zida to'planib qoladi. Bizga mana bu bo'yinda kistalar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu nabotiy kistalari deb ataladi. Juda ham 100% xavfsiz kista hisoblanadi. Ba'zan o'zi ham so'rilib ketishi mumkin. Keyingi ektopiya, biz mana yuqorida aytganimizdek, silindr simon hujayralarni mana yas hujayralarga tomon yurishi, ya'ni yas hujayralarni egallab olaverishi, bu ektopiya deyiladi. Xalq orasida eroziya deyiladi. Bular o'zi ham fiziologik, patologik bo'lishi mumkin. Fiziologik homiladorlikda, patologik esa yosh o'tgandan keyin so'rilib qolib, o'sha joyda infeksiya tushishi natijasida. Bizga ko'zimizga yorqin qizarish bo'lib ko'rinadi, chunki bachadon bo'ynini mana ichki qismi silindr hujayralar yas hujayralarga nisbatan rangi to'qroq hisoblanadi. Shu sababli silindr hujayralar chiqqandan keyin bu atrof to'q qizil rangga bo'yaladi. Bizga mana shu klinik ahamiyati. Endigi ko'rib chiqadigan qismimiz bachadon naylari, ya'ni bachadonning burchaklaridan boshlanib, tuxumdonlar tomon yo'nalib joylashgan qism hisoblanadi mana. Bu bachadonning yon tomonidan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu yerda. Ularning o'rtacha uzunligi 10-12 sm bo'ladi. Kengligi bo'ylab 4 anatomiya qismga bo'linadi. Ya'ni 4 anatomiya qismda kengligi bir-biridan farq qilib turadi. Endi birinchi ko'rib chiqamiz. Pars intramuralis qism, ya'ni bachadonni ichki tomonda joylashgan qism. Mana bu qisqagina qism, mana pars intramuralis deyiladi. Ya'ni bachadonni bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, teshikcha bo'ladi. Kichkina o'sha teshikchalik joyi pars intramuralis deyiladi. Uzunligi 1 sm, bachadon devorining ichidan o'tuvchi eng tor qism hisoblanadi. Jarrohlik amaliyotlarida ko'radigan bo'lsak, juda ham kichkinagina teshikcha bo'ladi. Keyingi isthmus qism 3 sm bo'ladi. Mana ya'ni torayib, endi kengayib boshlayotgan qism hisoblanadi. Ya'ni bo'yinchasi isthmus. Nayning ingichka to'g'ri chiziqli qismi hisoblanadi. Keyingi ampula qism 6-7 sm tashkil qiladi. Nayning eng keng va uzun qismi mana o'sha joydan yana kengayib boshlangan va uzun qismi 6-7 sm urug'lanish aynan mana shu joyda sodir bo'ladi. Ya'ni tuxum hujayra aynan mana shu joyga keladi. Keyingi infundibulum qism, ya'ni varankasimon kengaygan qism, mana ko'rib turibmiz, tagi shokilalar bo'ladi. Mana bular ya'ni fibriyalar deyiladi. Ular tuxumdondan chiqayotgan tuxum hujayrani ushlab olib, nayni ichga yo'naltirish vazifasini bajaradi. Bu ham juda ham qisqa ekan, 1 sm ni tashkil qiladi. Endi gistologik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ta qavatdan tashkil topgan. Mana tunika muscularis, tunika mucosa va tunika serosa. Birinchi tunika muscularis haqida gaplashadi. Tunika mucosa haqida gaplashadigan bo'lsak, uzr, joyi almashib ketibdi. Mana birinchi tunika mucosa shila qavat haqida gaplashadigan bo'lsak, mana nayni ichi juda ham ko'p burmalardan tashkil topgan bo'ladi. Ayniqsa mana ampula qismda burma juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni bu yerda epiteliyasining qavati bir qavatli prizmatik, ya'ni silindrik hilpillovchi epiteliydan tashkil topgan. O'sha hilpillovchi epiteliy tuxum hujayrani
bachadon bo'shlig'iga surish vazifasini bajaradi. Endi bu epiteliyni o'zi ham ikki xil hujayra bor. Bu yerda hilpillovchi, ya'ni kiprikli hujayra bor. Keyin sekretor hujayra bor. Qisqartirib yozyapman. Kiprikli hujayralar o'sha mana bu yerda urug'langan tuxum hujayrani yoki tuxum hujayrani o'zini bachadon mana bo'shlig'iga surish vazifasini bajaradi. Sekretor hujayralar esa zigota va spermatozoidlarni oziqlantirish va ularning yashashini ta'minlash uchun glikoproteid va oqsillarga boy suyuqlik ajratadi. O'zidan suyuqlik ajratadi. Chunki bilamiz, tuxum hujayra shu yerda 48 soatgacha saqlanadi yoki sperma shu yerda 3-4 kungacha saqlanadi. Urug'langan zigota ham shu yerda ancha vaqtgacha saqlanadi. O'shalarning oziqlanishini ta'minlash uchun o'sha yerdagi sekretor hujayralar o'zidan oqsil va glikoproteid ajratib, ularni oziqlantirib turadi. Ikkinchi qism tunika muscularis, ya'ni mushak qavati. O'sha mana bu qism mushak qavati hisoblanadi. Hozir almashtirib oladigan bo'lsak, mana qavati mushak qavati hisoblanadi. Mushak qavati. O'sha mushak qavati estrogen va progesteron gormoniga juda ham sezuvchan hisoblanadi. O'sha gormonlar hisobiga mana shu yerdagi mushak qavatlarning peristaltikasi ta'minlab turadi. Shu peristaltika qilib, hammasi o'sha tuxum hujayrani bachadon bo'shlig'iga intilish yoki bu yerdagi spermani tuxum hujayraga tomon intiltirish vazifalarini bajaradi. Keyingi 3-qismi esa mana tunika serozi, seroz qavat mana ustki qismini qoplagan qavat hisoblanadi. Bu biz bachadon nimalarini boylamlarini ko'rib o'tganda ko'rgandik. Ligamentum latum uteri. O'sha ligamentum latum uteri mana bachadonni tomonidan ikki qavat bilan yopganda mana nimalarni ham, naylarni ham yopib ketdi ikki tomondan. Bu nima deyiladi? Mesosalpinix deyiladi. O'sha mana tunika seroza hisoblanadi. Tunika serozaning qavati mesosalpinix hisoblanadi. O'sha tomondan yopib, fiksatsiya qilib turish vazifasini bajaradi. Bu naylarning nimasi anatomiyasi va gistologiyasi va fiziologiyasi edi. Endi bachadonni qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqamiz. Bachadon asosan ikkita asosiy qon tomir bilan ta'minlanadi. Birinchisi arteriya uterina. Bu qanday bo'ladi? Bilamiz, yurakdan chiqqandan keyin qon tomir, ya'ni arkus chiqadi, keyin pars descendens bo'lib pastga tushadi va u pars thoracica, pars abdominalisga bo'linadi. Bilamiz, 12-ko'krak umurtqasidan 4-bel umurtqasigacha mana 4-bel umurtqasigacha pars abdominalis hisoblanadi. Pars abdominalis hisoblanadi. Endi pars abdominalis 4-bel umurtqasigacha davom etgandan keyin shu yerda 2ga bo'linadi. Ya'ni 2ga bo'linadi. Bu arteriya iliaca dextra, bu tomon esa sinistra. Qisqartirib yozyapman. Arteriya iliaca dextra va sinistraga bo'linadi. Bu dextra, bu sinistraga bo'linadi. Shu joyda bo'linadi. Bo'lingandan keyin kichik chanoq a'zosida dumg'azza bilan mana chanoqni qanotlari qo'shiladigan nima bor? Sohasi bor, bo'g'imi bor. O'sha joyga kelgandan keyin arteriya iliaca dextra sinistralar bo'linadi yana. Shu joyda interna va eksternaga bo'linadi. Mana bu arteriya iliaca interna, bu eksternasi bo'lindi. Endi mana shular davom etib ketadi, shu ko'rinishda davom etib ketadi. Davom etadi-da, bu yerda chov kanali o'tgan bo'ladi. Mana shu yerda chov kanali o'tgandan keyin, bu yoqqa o'tgandan keyin asosiy qon tomir bo'lib, arteriya femoralis bo'lib davom etadi. Endi mana shu orasida arteriya iliaca interna bor. Mana shu joy arteriya iliaca interna. Mana bu qon tomir. Arteriya iliaca interna o'zidan arteriya uterina degan qon tarmog'ini beradi mana. Arteriya uterina. Mana shu arteriya iliaca internadan chiqadi. Mana bu yerda yozadigan bo'lsak, mana arteriya iliaca interna.
interna. Mana shu o'sha yerda qon tarmog'ini berib, mana arteriya utrinaga ulanib ketadi. Mana shu arteriya utrina. Bu 80-85% nimani bachadonni va uni ortiqlarini qon bilan ta'minlaydi. Yana mana yuqoriga yo'naladi. Bachadon tanasini, bachadon naylarini va bachadonni pastki qismlarini, ya'ni bo'yinni yuqori qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Ta'minlash jarayonida mana yo'naladi. Birinchi bo'lib yo'llar arkuata arteriya deyiladi. Bu miometriya qavati hisoblanadi. Bu miometriya qavatini qon bilan ta'minlanadi. Keyin radial arteriya bo'lib davom etadi-da, bazal arteriyaga tutashadi. Bu bazal arteriya, ya'ni endometriyni bazal qavatini qon bilan ta'minlaydi. Bu endometriya qavat. Endometriyni bazal qavatini qon bilan ta'minlaydi. Bazal qavatdan keyin endi spiral arteriyalar bo'ladi. Bu endometriyni funksional qavatini qon bilan ta'minlaydi. Mana shu spiral arteriyalar hayz siklida yoki homiladorlikda o'zgaradi. Agar hayz sikli bo'lsa, bu spirallashlar yoyilib, qon tomirlari o'zgarishga uchrab, funksional qavat bilan to'kilib ketadi qon ko'rinishida. Agar homilador bo'lsa, juda ham yaxshi spirallanib, endometriyni mustahkamlab, homilani qon bilan oziqlanishga tayyorlab turadi. Ko'rib o'tdik. Endi shu joydan bu ilakadan bu yerda vaginal qon tarmog'i ham beradi, mana vaginal. Bu shu vaginalning yuqori qismini va bachadon bo'ynini bir qismini qon bilan ta'minlab o'tadi. Bu qon bilan ta'minlanishi. Keyingisi endi 10-15% holatlarda tuxumdon arteriyasidan, arteriya ovarikadan qon bilan ta'minlaydi. Yozib qo'yaylik. Mana 10% desak, 15% desak, 15%. Bundan 85% qon bilan ta'minlaydi. Bilamiz, arteriya ovarika mana arteriya abdominalisning juft tarmog'i hisoblanadi. Juft tarmoq to'g'ridan to'g'ri nimaga tuxumdonga tarmoq beradi. To'g'ridan to'g'ri tarmoq beradi, tuxumdonni qon bilan ta'minlaydi. Endi shu bilan birga tuxumdondan chiqib utrinaga ham, mana arteriya utrinaga ham anastomoz hosil qilib ketadi bu. Bu yoqdan kelayotgan qon tomir arteriya utrinaga bog'lanadi va 10-15% holatlarda bu yoqdan qon bilan ta'minlanib turadi arteriya utrina. Bachadonimiz. Arteriya utrinadan 85%, arteriya ovarikadan 15%. Tushunib oldik. Mana arteriya iliaka internadan chiqqan arteriya utrina orqali bachadon to'liq qon bilan ta'minlandi. Bu yoqdan esa pars abdominalisning juft tarmoqlaridan chiqqan arteriya ovarika orqali qon bilan ta'minlandi tuxumdon va shu yo'nalishda borib bachadonga boradi va arteriya utrina bilan anastomozlar hosil qiladi. Bu bachadon va uni ortiqlari, ya'ni bachadon bo'yni va bachadon naylarining to'liq qon bilan ta'minlanishi edi. Keyin gaplashib chiqadigan a'zomiz bu tuxumdonlar. Tuxumdonlar kichik chanoq bo'shlig'ining lateral qismida joylashgan bo'lib, o'zining maxsus chuqurchasi fossa avarikada joylashgan juft shakldagi bodomsimon bezlar hisoblanadi. Ularning ikkita asosiy vazifasi bor. Birinchi vazifasi gametogenez, ya'ni tuxum hujayra ishlab chiqaradi. Ikkinchi vazifasi esa steroidogenez, ya'ni garmon chiqarish, estrogen, progesteron gormonlarini ishlab chiqarish vazifasini bajaradi. Endi topografik jihatdan ularning shakli bodom shaklida, uzunligi 2,5 cm, kengligi 1,5-3 cm, qalinligi 0,6-1,5 cm, og'irligi 5-8 gram. Albatta bu ko'rsatkichlar har bir ayolda o'zgarib turadi. Yosh o'tgandan keyin esa bu ko'rsatkichlar kamayib, juda ham kichrayib qoladi tuxumdon. Ba'zi holatlarda atrofiyaga ham uchrab ketishi mumkin. Rangi pushti oq yoshlarda, kulrang yosh kattalarda, shu menopauza hisobiga. Keyin yoshlarda yuzasi silliqroq bo'ladi, yosh kattalarda esa g'adir-budir, ya'ni ovulyatsiya izlari. Ya'ni har bir ovulyatsiya bo'lganda o'zidan chandiq qoldiriladi. Shuni hisobiga yosh kattalarda g'adir-budir bo'ladi. Endi tuxumdonning boylamlari, ya'ni ularni kichik chanoq bo'shlig'ida fiksatsiya qiluvchi apparat haqida gaplashamiz. Birinchi boylami ligamentum suspenziorum hisoblanadi. Mana bu
uni kichik chanoq bo'shlig'iga, ya'ni bog'lab turish, tuxumdonni kichik chanoq bo'shlig'iga mahkamlab turish vazifasini bajaradi. Shu sababli bu tuxumdondan chiqqandan keyin lateral tomonga harakatlanadi. Bu qorin pardaning hosilasi hisoblanadi. Ya'ni qorin parda burmasi hisoblanadi. Bizga bu boylamni ahamiyatliligi bundan arteriya avarika bilan vena avarika katta magistral qon tomirlar o'tgan. Shu sababli jarrohlik amaliyotida juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bu boylamga. Keyingi boylamimiz ligamentum ovari proprio, ya'ni tuxumdonni bachadonni yuqori qutbiga bog'lab turuvchi boylam hisoblanadi. Bu tuxumdonning shaxsiy boylami ham deyiladi. Endi buni ahamiyatlilik jihati tuxumdondan chiquvchi arteriya ovarika mana shu tomonga yo'lanib, arteriya uterina bilan anastomoz hosil qiladi. Mana shu joylarda anastomoz hosil qiladi. Ya'ni bu tuxumdonning o'zining shaxsiy tarmog'i chiqadigan boylam hisoblanadi. Bu magistral qon tomir keladigan tarmoq bo'lsa, bu arteriya uterina tomon yo'nalgan qon tomiri hisoblanadi. Ikkala boylam. Mana shu ikkala boylam hisobiga tuxumdon kichik chanoq bo'shlig'ida fiksatsiyalanib turadi. Endi tuxumdonni gistologik jihatdan ko'rib chiqamiz. Tuxumdon po'stloq qavatdan va mag'iz qavatdan tashkil topgan. Bu mag'iz qavat, bu po'stloq qavat. Po'stloq qavatda tuxum hujayra ishlab chiqarilishi, gormonlar ajralib chiqarilishi po'stloq qavatda sodir bo'ladi. Markaz qavatda esa qon tomir bilan ta'minlanishi bo'ladi. Endi birinchi po'stloq qavatni ko'rib chiqamiz. Birinchi mana bu yerda prodromal follikulalar yetiladi, ya'ni biz hayzni 4 bosqichga bo'lib olamiz. Birinchisi follikular faza. Follikular faza birinchi kundan 14 kungacha davom etadi. Mana shu oralig'ida ham hayz sikli bo'ladi. Agar homilador bo'lmagan bo'lsa, shu bilan birga mana germinal hujayralar ham rivojlanib boshlaydi. Rivojlanib boradi va bular rivojlangandan keyin 7-kunga kelgandan keyin shundan bittasi eng yirigi gormonlarga sezuvchan bo'lganligi yetilib chiqadi. Qolgan shu bilan kelayotgan qolgan antral hujayralar esa atreziyaga uchrab ketadi. Aynan bittasi yetilib chiqadi. Bu graf follikulalari deb ataladi. Biz bularni UTTda ko'ramiz, sababi o'zida suyuqlik saqlaydi. Antral hujayralar suyuqlik saqlab borganligi uchun graf follikulalarda mana suyuqlik ko'rina boshlaydi. Shu sababli biz UTTda bemalol buni ko'ra olamiz. 7-kunga kelgandan keyin graf follikulalari kattardi. Hajmi 12-14 millimetrgacha yoki 20 millimetrgacha yetadi va bu o'zidan juda ham ko'p estrogen gormon ishlab chiqariladi. Yozib qo'yaylik, shu yerga estrogen gormon ishlab chiqaradi. Endi estrogen gormon ishlab chiqarildi. Estrogen gormonning ortganligi borib nimaga gipotalamusga signal beradi. Gipotalamusdan esa gonadotrop releasing gormonlari ishga tushadi. Gonadotrop releasing gormonlari esa gipofizning oldingi bo'lagiga follikular stimullovchi va liyutinlovchi gormonlar bor, ularga ta'sir qiladi. Endi estrogenning yuqoriligi liyutinlovchi gormonni qo'zg'atadi, qo'zg'atishi natijasida keladi va bu nimalarga ta'sir qiladi. Endi liyutinlovchi fazani stimullab yuboradi. Ya'ni nimani follikularni yordiradi. Liyutinlovchi gormonlar yuqoriligi mana shu follikularning qobig'iga ta'sir qiladi va o'sha gormon ta'sirida yumshaydi va qobig'i yoriladi va yorilib tuxum hujayra hosil bo'ladi. Endi shu yerda bitta mexanizmiga yaxshilab to'xtalib o'taylik. Mana gipotalamus, gipotalamusdan gonadotrop releasing gormoni ishlab chiqariladi. U gipofizning oldingi bo'lagiga ta'sir qiladi. Oldingi bo'lagiga ta'sir qiladi-da, follikular stimullovchi gormon va liyutinlovchi gormonlarni ishlab chiqarilishini stimullaydi. Mana stimullandi. Bular endi tuxum hujayraga borib ta'sir qiladi. Keyin bu follikularni mana birlamchi, ikkilamchi va graf yoki graf follikularlarni, dominant follikularlarni yetilib chiqarishini ta'minlaydi.
Endi biz yuqorida aytganimizdek, estrogenning yuqoriligi borib mana shu, gipotalamusga ta'sir qiladi. Undan, gipofizning oldingi bo'lagiga ta'sir qiladi. Undan liyutinlovchi gormonni pik nuqtaga yetkazadi. U borib bunga ta'sir qilgandan keyin o'sha joyda tuxum hujayra, ya'ni follikula devori yorilib, tuxum hujayra ajralib chiqadi. Tuxum hujayra mana shu joyda 16 soatdan 48 soatgacha saqlanib turadi. Shu yerda yashovchanligini ta'minlab turadi. Endi 14 kundan keyin 15-kundan boshlab lyutein faza boshlanadi. Ya'ni tuxum hujayra chiqib ketdi. Uni mana bu qolgan joyi bizga muhim ahamiyatga ega. Tuxum hujayra chiqdi. Endi bu joy sariq tana deb ataladi. Sariq tana o'zidan judayam ko'p progesteron gormoni ishlab chiqariladi. Sababi o'sha progesteron agar u homilador bo'lgan bo'lsa, mana tuxum hujayra urug'langan bo'lsa, juda ham ko'p ajralgan progesteron borib endometriyni tinchlantiradi, homilaga tayyorlantiradi. O'sha joyda spiral qon tomirlari juda ham spirallanishini ta'minlab turadi. Agar u homilador bo'lmagan bo'lsa, 10-12 kundan keyin bu sariq tana o'zgarishga uchraydi. A, ya'ni o'sha joyda korpus albaga aylanadi. Mana korpus albaga aylanadi. 10-12 kundan keyin o'sha joyda estrogen va progesteron zaxirasi tugaydi. Va tugash natijasida, umuman gormonlar tugash natijasida yana gipotalamusga signal boradi. Bu yerda gormonlar tugadi degan, to'xtadi degan signal boradi. Keyin gipotalamus yana bu ish faoliyatini yo'lga qo'yadi. Yana bu gormonlar yuqorilashgani sababi bu yoqdan yana yangi follikullar yetila boshlaydi. Ya'ni follikula yetiladi, bu yoq kattasi bu follikula hosil bo'ladi. U yorlar tuxum hujayrani chiqaradi. Joyi esa qoladi sariq tana bo'lib, sariq tanadan keyin oq tanaga aylanadi. Oq tanadan aylangandan keyin yana keyingi follikula yetilishi boradi. Mana shu sikli 28 kundan 35-40 kungacha davom etadi. Mana shu oraliqda davom etib turadi. Endi tuxumdonlarning qon bilan ta'minlanishi haqida gaplashib o'tamiz. Biz yuqorida gaplashdik, 12-ko'krak umurtqasidan 4-bel umurtqasigacha aorta abdominalis, ya'ni pars abdominalis bo'ladi. Va o'sha joyning pars abdominalisning juft tarmoqlaridan tuxumdonga to'g'ridan-to'g'ri tarmoq keladi dedik. O'sha ikkinchi bel umurtqasiga to'g'ri keladi chiqayotgan tarmoq. Masalan, mana bu pars abdominalis, bu 4-bel umurtqasi bo'lsa, mana shu joyda ikkinchi bel umurtqasidan tuxumdonlarga tarmoq chiqadi. Ikki tomondan juft tarmoq chiqadi, o'ng va chap tuxumdonlarga. Endi chiqqandan keyin bu to'g'ridan-to'g'ri mana tuxumdonlarga keladi va uni qon bilan ta'minlaydi. Ligamentum suspensorum orqali, shu joydagi ligamentum orqali ichidan keladi. Endi o'sha joyda medulasini va korteksini, ya'ni po'stloq va mag'iz qavatlarini qon bilan ta'minlagandan keyin o'sha joydan ramus ovaricus, ya'ni ramus ovaricus, mana bu ramus ovaricus. Ramus ovaricus orqali tarmoq beradi va arteriya uterina tarmog'ini beradi va bu ligamentum proprium orqali. Bilamiz, mana shu joyda yuqorida gaplashdik. Bu yerda ligamentum proprium joylashgan. Bu ligamentum suspensorum. Ularning ichida esa mana shu qon tomirlar harakatlanyapti. Bu yoqda ligamentum ovari proprium orqali arteriya uterina tarmog'i ketyapti. Bu yerda arteriya uterina bilan anastomoz hosil qiladi. Ya'ni ramus ovaricus tarmog'i ketyapti, arteriya uterina bilan anastomoz hosil qiladi. Tuxumdonning qon aylanishi, qon bilan ta'minlanishi mana shundan iborat. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Bizning keyingi darsimiz normal hay sikli haqida gaplashamiz va qolib ketgan yana qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi darsda berib boramiz. Do'stlar, biz Telegram tarmoqlari orqali ham ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Bizdan ko'proq ma'lumotlar, video darsliklar yoki kontentlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, kunlik ma'lumotlarni berib boramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.